O'zbekistonda faqat sizda va bizda bo'lishi mumkin. Sababi bu Ryzen 9 HX 370 AI protsessor bilan jihozlangan, eng topoviy grafический ishlarga mo'ljallangan, juda ham mo'shni bo'lgan 4K OLED displeyda, sensorli displeyda Asus ProArt seriyasi. Aynan bizning zakazimiz asosida Asus zavodidan zakaz asosida kelgan model. Komplektida zaryadkasi, dongli, original o'zini mana shunaqa ProArt ryukzaki bo'ladi. Protsessori Ryzen 9 HX 370 aytib o'tganimda, искусственный intellekt bilan ishlaydi, bemalol podдержка qiladi. 32 GB qotqonmasdan ishlashi uchun LPDDR5 operativkasi qo'yilgan bo'ladi. 7500 MHz ishlaydi. 1 TB SSD, videokartasi studiyniy versiya RTX 5070 8 GB. Полностью metallический ko'rinishda, ruscha inglizcha klaviaturada, ofitsialniy garantiya bilan, vazniga og'ir emas, kerakli portlar hammasi bor. Xo'p, ko'rinish mana shunday stilniy bo'ladi va akkuratniy mashtiga ProArt deb yozilgan bo'ladi. Xullas, bu modelni bizdan olishingiz mumkin arzon narxda, ofitsialniy garantiya bilan.